Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek segmentida juda ham katta bahs va ixtiloflarga sabab bo'layotgan, jamiyatimiz birdamligiga rahna solishi mumkin bo'lgan nozik mavzu haqida gaplashamiz. Shialar kofirmi degan savolga hissiyotlar bilan emas, balki Hanafiy mazhabimizning buyuk ulamolari hamda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga tayangan holda nuqta qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu video sizni ham diniy ham huquqiy xatolardan asraydi. Avvalo biz amal qiladigan Hanafiylik mazhabining asoschisi Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining Al-Fiqh al-Akbar asariga murojaat qilamiz. Unda shunday deyiladi: biz ahli qibladan bo'lgan birorta musulmonni gunohi tufayli kofirga chiqarmaymiz. Bu nima degani? Agar inson la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turgan bo'lsa, qiblaga qarab namoz o'qisa, uning ba'zi masalalardagi farqli qarashlari uni dindan chiqarmaydi. Mo'tabar ulamomiz Mulla Aliyul Qori ushbu asarga yozgan sharhida ham shialikning aksar tarmoqlarini ahli qibla ekanini va ularni takfir qilish, kofirga chiqarish joiz emasligini ta'kidlagan. Bugungi kunda O'zbekiston musulmonlari idorasi ham butun dunyo tan olgan mo'tadil yo'lni tutadi. 2004-yilda qabul qilingan va yurtimiz ulamolari tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan Ammon bitimi buni tasdiqlaydi. Ushbu hujjatga ko'ra, islomning 8 ta asosiy yo'nalishi, jumladan shialikning Ja'fariy va Zaydiy mazhablari vakillari musulmon deb e'tirof etilgan. Fatvo markazimiz bot-bot ogohlantirmoqdaki, bir musulmonni kofir deyish go'yo uni o'ldirish bilan barobar gunohdir. Bu borada O'zbekiston ulamolari fitnaga sabab bo'ladigan takfirdan yiroq bo'lishga chaqiradilar. Endi masalaning eng muhim huquqiy tomoniga kelsak, biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 156-moddasiga ko'ra, diniy adovat qo'zg'atish fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq holda ularning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish qonuniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shuningdek, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 5-moddasida dinni siyosiy maqsadlarda ishlatish, adovat qo'zg'atish, millatlar aro yoki dinlar aro totuvlikni buzish qat'iyan taqiqlangan. Shialarni ommaviy ravishda kofirga chiqarish jamiyatda beqarorlik keltirib chiqaruvchi harakat sifatida baholanishi mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bizning vazifamiz bu dunyoda insonlarga jannat yoki do'zaxdan joy belgilash emas, balki islom dinimizning go'zal xulqini ko'rsatishdir. Biz Hanafiy mazhabimizga ergashgan holda boshqa mazhab vakillariga diniy bag'rikenglik tamoyillarini ko'rsatishimiz shartdir. Bu ham dinimiz, ham qonunlarimiz talabidir. Kimdir sizga falonchi kofir deb fitna qilsa, undan ilmiy hujjat so'rang. Rasmiy idoramiz ma'lumotlariga tayaning. Fitnalardan ogoh bo'ling. Salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha